Yangi kelinlik paytimda bitta qo'shnim aytdi. Ertalab 6gacha uxlab qolganda qaynotasi urishgan ekan. U sani qizli uyingda boshing tepasiga quyosh kelguncha uxlaysan, bizanikida soat 4da turiladi degan ekanlar. Hozirgi kelinlar bo'lsa juda ham oson yo'llarga o'tib. Masalan, bugun biz sizlar bilan xamir hasib qilamiz. Ikkita piyozni shunaqa qizartirib olsanglar, ovqatinglarning fishkasi imенно shu piyozni zo'r chiqishini xohlasangiz, albatta qizartirib oling. Guruchlarni suvda pishirib, qiyma piyoz solib aralashtirib olamiz va manda yufkani shunaqa tayyor xonim xamirlar bor, shundan foydalanamiz. Buni ko'ryapsizlarmi, shunaqa zo'r qilib ishlashgan. Buni birinchi 5 ga bo'lib oldim. 5 ga bo'lib olgandan keyin hammasini ustma-ust qo'yib, o'rtasidan bo'lib chiqamiz va videoda to'liq ko'rsatganman, chunki juda ko'pchilik retseptini qo'ying, ya'ni qanaqa ustini shunaqa chiroyli qilib chiqardingiz deb yozishibdi va sizlarga qo'yishga qaror qildim. Juda ham oson. Men o'g'limni termizini cho'pini olib turdim. Sizlar agar uylarda bo'lsa, shunaqa cho'pchidan foydalanishingiz kerak. O'raymiz, bitta chetidan siqamiz. Qarabsizlarki, xamirlarimiz tayyor. Yarim soatda pishirib olamiz qasqonlarda. Oldingi kelinlarning ishlari ko'p bo'lgan, to'g'ri, dalaga chiqadiganlar ham ko'p bo'lgan. Lekin hozirgi kunga kelib juda ham ko'p narsada qulayliklar bor. Masalan, yufkani tayyor, yarim tayyor mahsulotlardan sizlar ham olib shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Buni Yandex'ni lavka bo'limidan olsanglar bo'ladi.